Misir 50 kilometrdagi Firavunning qabrisining yeniga bir tosh putuq qo'yilgan. Bu tosh putuqning ustiga dunyoning, olamning 7 cho'ng qonuniyati putilgan bir maxfiyatlik ekan hujjatli filmni ko'rib baqqan olsa bu manzara chiqadi. Eliq bir bal o'g'irliqcha bu yerga ekranga tushdi. Tushib eliq toshning ustiga bir qog'oz qo'yib mana bo'yab bu xatni ko'chirib olmoqchi, nusxalab olmoqchi bo'ldi. Shunami? Bu maxfiyatlik ekan filmga bekal qistirib qo'yilgan ko'rinish emas vallah. Amaliyotda rost bo'lgan voqea bo'lganligi uchun bunun şunda qısturulgan. Bu Firavunning qabrisi bu tosh putukka olamning 7 cho'ng qonuniyati maxfiyatlik putilgan. Navob siz mushu maxfiyatlik, mush qonuniyatning birisini bilib qolsangiz, tushunib buni ishlatishni bilsangiz, butkul hayotingizda olamshumul o'zgarish hosil qila olasiz deydi. O'ylayapsizlar, navob 7 yilni bilib qolsam qanday bo'lib ketaman. Biroq bu Firavunning qabrisidagi bu tosh putuk hozir yo'q. Bu yo'tkab akitilgan. Nega ketganligi, ne qo'yilganligi bir sir. Bu tosh putuk nemish shuncha e'tiborlandi deganning o'zida har qanday bir narsaning eng dastlabki variantini, eng dastlabki holatini eng nochis qilamiz. Eng noch bo'ladi, shunami? Endi hozircha biz yashayotgan yer shariki dunyoning yiziq madaniyati 5500 yıllık etrafında deydi. Endi bu yerdeki qadimki Misir, Babilon medeniyetlerinin qaysi derecede terakki qilgan, qanday yüksek bellik yetkenligini hemimiz ko'rgan bilan tasavvur qila olamiz. Bu doğrusuki maxfiyat bu qadimki Misirga, El-Ikramga, Firavunga, Lat ikinci qatorliqlarga chetildigan sirlar, g'alati ishlar, rivoyatlar, afsonavilar intayin ko'p. Shunami? Anubis deymiz, Anaxunamu deymiz, Hanamatra deymiz. Endi bu yerda biz bayat tilga olgan mushu tosh putuk qadimki Misir yezig'ida yozilgan. Ya'ni mushundaq narsalarchiligi qadimki ham eng parlaq madaniyatga simvol qilingan bir narsa. Shu vaqtki Misr podshohlari bu yerga Firavun, Lat II deganlarning huquq doirasining qanchalik cho'ngligi, bularning qanchalik kuchli ekanligini mushundaq hikoyatlar orqali tushuna olamiz. Endi mush qadimki Misr yezig'ida yozilgan mushu tosh putuk El-Ikramning ichidagi bir alohida bir o'ringa, ya'ni Firavun Lat II'ninki oltin qabrisining qishig'i qo'yilgan. Demak, mushuninglar buning qanchalik muhim narsa ekanligini bilib oldi. Endi bu tepilib keyin bu yerdagi qadimki Misrni tadqiq qilgan olim arxeologlar tomonidan bu yeshib o'qilgan. Endi dastlab bunday g'ulg'ul qo'zg'agan, tarqalgan. Keyin bir qism kuchlar tomonidan bu ish bostirilgan, sirqa oshkorlanmagan. Ham bu tosh putukmi izdiraksiz g'oyib bo'lgan. Endi bu yerdagi bizga maxfiyatlik bu tortish kuchining qonuniyati naq mush 7 maxfiyatlikning ichidagi birsi. Undaqda sen mushundaq kuchab so'zlab ketgidek bu rostilla mushundaq tortish kuchining qonuniyati bormi? Bu rost gapmi? Unda men nima buni to'g'ri ishlatolmayman. Qaranglar, hayotimizdagi qaysi bir ishning qonuniyati yo'q. Velosiped minishning qonuniyati bormi, yo'qmi? Shu velosiped minishning qonuniyatini bilmasda to'l yiqilib ketdi, uyrilib ketdi. Qarab turib kamera yo'l tursam işte qayib berib usvaldi. Biroq velosiped minishning qonuniyatini biz tabiiy egallab olgandan keyin yiqilmaymiz. Suv uzishning qonuniyati bormi, yo'qmi? Suv uzishni o'rganib bo'lgan to'l cho'kib ketib, o'zimizning jumsini o'zimiz ichib olib, shundoq bo'lib ketdi. Biroq suv uzishning qonuniyatini tabiiy bilib olgandan keyin, chunqur suvlarni beliqdek, qo'muchaqdek uzib ketamiz. Shunaqa. Qaranglar, mana shu kunni ko'rib turayotgan mana shu doyin qo'yishining qonuniyati bormi, yo'qmi? Nurg'ulg'an ma'lumlar var, shunami? Doyinning qonuniyatini o'rganib, mandaq qilsangiz, men siz mandaq pul topa olasiz, andaq ro'minga chiqa olasiz, mandaq qo'lula olasiz, andaq fransuzcha olasiz. O'ylab qo'yinglar. Mushu har bir ishlarning qonuniyati buldika qonuniyati bo'g'a yada tortish kuchining qonuniyati degan urib topgan gapmi? Hayotdagi mushundaq ishlarning hammasining qonuniyati bo'g'a yada muvaffaqiyat qozonishning, ko'p pul tepishning qonuniyati yo'qmi? Bu muvaffaqiyat qozongan, darajadan tashqari boyib ketganlar, tasaddiqlar, go'mmida boyib qolganman. Bundan o'ylab qo'yinglar. Hamma ishning shundaq bir qonuniyati bor. Bu maxfiyatlik tortish kuchining qonuniyati degandimi? Rost desanglar rost, yolg'on desanglar yolg'on. Men buningga sizlarni ishoninglar demayman. Biroq mushundaq narsaning borlig'ini his qilib qolinglar. Bundaqda mushunga gumoniy nazar bilan qaraydiganlarda mushundaq bir savol chiqishi mumkin. Bu mushundaq maxfiyatlikka, qadimki El-Ikramga mushundaq putlubdika, undaq bu maxfiyatlikni sen nereden bilib olding? Bu maxfiyatlik deb turib oshkorlanib ketsa, yana qandaq maxfiyatlik bo'ldi? Bu maxfiyatlik nima uchun oshkorlanib atadi yana? Oshkorlanib ketishiga nima yo'l qo'ydi keyin, nima ishqa?
Bunu mazmun qiziqadigan do'stlar meni qo'shib olib bir dona yaxshi yurak bo'lib penguncha yezib qo'yinglar. Keyingi sonda davom so'zlaymiz.